Bu videoda siz O'zbekistondan Polshaga talaba bo'lib kelish bo'yicha qilgan 4 soatlik kursimni 6-modulini ko'rasiz. O'zi to'liq kurs 7 ta moduldan iborat. 1-2, 3, 4 va 5-modullarni allaqachon YouTube kanalimga qo'yib bo'ldim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib ko'rishingizni maslahat beraman. O'zi umuman aytganimdek, bu qo'yib bo'lgan 5 ta modulimni tugatmasdan turib, bu 6-modulni ko'rishingizni maslahat bermayman, chunki hamma narsa step by step, qadamma-qadam qilingan. Har bitta moduldan keyin qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor, vazifalar bor. O'shaning uchun aytganimdek, birinchi videoni ko'ring, ikkinchiga o'ting, 3, 4, 5, 6, 7 qilib kursni to'liq tugating. O'zi siz umuman mana shu 7 ta modulni ko'rish orqali, o'zingizga 4 soat vaqt ajratish orqali siz Polshaga hech qanaqa konsaltingsiz yoki agentsiyasiz kelishni o'rganasiz va viza olish ehtimolini, ya'ni talabalik viza olish ehtimolini 95% ga oshirasiz. Chunki Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalarning 95% agensiya bilan, ya'ni konsalting bilan ishlaydi, qolgan 5% menga o'xshab, sizga o'xshab harakat qiladi. Agar meni taniysizmi yo'qmi, meni ismim Diyorbek Hayitov va men Polshada talabaman va men Polshaga kelishimga, o'zi universitetga o'qishimga kirishimga hech qanaqa konsalting yoki agensiya yordam bermagan. Hamma to'liq jarayonni o'zim qilganman va umuman to'liq jarayonni YouTube kanalimda vlog shaklida ko'rsatganman. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha videoni ham vlog ko'rishingizni maslahat beraman. Aytganimdek, siz o'zingizni harakat qilsangiz, o'zingiz qila olasiz. Misol uchun, odam qilgan ish odam qiladi. Men o'qiydigan universitet Polshada birinchi o'rinda turadigan universitet, ya'ni University of Warsaw. Yevropada top 100 taga kirgan universitet. Siz ham men o'qiyotgan universitetda o'qiy olasiz. Odam qilgan ishni aytaman, yana bir marta aytaman, odam qilgan ishni odam qiladi. Agar sizning niyatingiz rostdan ham jiddiy bo'ladigan bo'lsa, men Telegram guruh ochib qo'yganman Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalar uchun. O'tib qo'shilib olsangiz bo'ladi. U guruhda allaqachon biz 80 tacha bo'lib qoldik menimcha, 80 tadan ham oshdik. O'tda faqat Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalar emas, balki menga o'xshab yashayotgan, o'qiyotgan, ishlayotgan talabalar bor. Ulardan maslahat olishingiz mumkin. Meni shaxsiy o'zimdan maslahat olishingiz mumkin. Polshaga kelgandan keyin PESEL olishingiz kerak, bank akkaunt ochish kerak, xullas yana dokumentli ishlar bor ozgina, o'shalarni qilishingiz kerak bo'ladi. Va ba'zi talabalar agensiya bilan ishlaydi, agensiyaga rasxod qiladi, Polshaga kelgandan keyin yana mana shunaqa oddiy narsalarga ham rasxod qiladi. Polshaga kelganingizdan keyin ham aytganimdek, ozgina qilishingiz kerak bo'lgan dokumentlaringiz bor, ularni qilasiz. Siz yana ularga ham pul berishingizni xohlamayman. Tushunasizmi? Misol O'zbekistondan Polshaga kelish uchun, o'qishga kirishingiz uchun $700, $800 pul berasiz. $700, $800 pul berishingizni men xohlamayman. Shuning uchun men 4 soatlik kurs qildim 7 ta modulga bo'lib. Agar rostdan ham o'zingizga 4 soat ajratib 7 ta modulni ko'rsangiz, boshdan oxirigacha xudo xolasa siz ham Polshaga kelasiz. Va siz shunchaki Polshaga kelmaysiz, siz Polshadagi top universitetlarga kirasiz. Misol uchun aytganimdek, mening universitetimga kirsangiz bo'ladi yoki mening universitetimga o'xshaydigan top universitetlarga kirsangiz bo'ladi. Aytganimdek, ozgina harakat qiling, o'ziga vaqt ajrating, modul boshdan oxirigacha ko'ring va Polshaga keling. Agar aytganimdek niyatingiz jiddiy bo'lsa, o'sha Telegram guruh videoni tagida qoldiraman. O'sha Telegram guruhga o'tib, jamoamizga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa aytganimdek, 6-modulni boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. 6-modulga xush kelibsizlar. Bu 6-modulda sizlar bilan Polsha elchixonasiga kerakli hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Polsha elchixonasiga qanaqa dokumentlar olib kirish kerak, qanaqa hujjatlar, nimalar olib kirish kerak va nimalar olib kirmaslik kerakligi haqida hammasini ko'rsatib, tushuntirib beraman. Birinchi asosiy hujjatga o'tamiz. Mana bu xatolik etib qolibdi. Va elchixonasiga olib kirish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar. Viza, D-type viza. Asosiy hujjatlar viza arizasi. Bundan oldingi modulda 6-to'g'rirog'i 5-modulda anketa to'ldirgansiz, o'shani print out qilib chiqazib olasiz. E-consult saytidan ro'yxatdan o'tasiz, to'ldirasiz. Shtrix kodli holatda qog'ozga chiqazib olasiz va oxirgi imzo qo'yishingiz kerak bo'ladi. Men to'g'risini aytaman, imzo qo'ymaganman. Imzo qo'ymasdan shunchaki print out qilib olib borgan va elchixonaga shunchaki berganman. O'zi bergan paytingiz mana shu yerda qo'l qo'yib ber deydigan joylari bor. O'zi anaqa pitichka qo'yadi-da, mana shu joyga qo'l qo'yib berishing kerak deydi. O'sha yerga qo'l qo'yib berasiz, bo'ldi. Agar anaqa xohlasangiz, o'zingiz birinchi qo'l qo'yib, keyin shundoq bersangiz ham bo'ladi. Men shunchaki berganman, o'zlari belgilab bergan aytganimdek.
qo'l qo'yib berganman xolos. Keyingi narsa xalqaro pasport, ya'ni загранпаспортingiz. Загранпаспортingiz originali, именно загранпаспортingizga viza tushadi xudo xolasa. Asli originali. Keyingisi nusxasi, kopiyasi, hamma pechatlari bor betlaridan. Agar chet elga chiqqan bo'lsangiz oldin o'sha betlarni ham anaqa qilasiz, print out qilib berasiz rangli shaklda. Agar oldin aytganimdek mana bitta chet elga chiqqan bo'lsangiz pechatlar bor betni qilasiz. Agar chiqmagan bo'lsangiz shunchaki ma'lumotlaringiz bor betda, rasmingiz, tug'ilgan sana va hokazo o'sha joyi chiqazib olasiz rangli qilib elchixonaga berasiz. Bitta rangli, bitta rangsiz qilib olsangiz ham bo'ladi. Даже ikkita qilib olsangiz ham bo'ladi. Anaqaga elchiga bergan paytingiz o'sha elchi o'z anaqada o'sha elchi-ku, to'g'rimi? Siz bilan suhbat qiladigan odamga bergan paytingizda o'zi qaytarib beradi. Agar kerak emas dokumentlaringiz bo'lsa, mana shu ortiqcha ekan deb qaytarib beradi. U narsadan muammo yo'q, aytganimdek. Muddati anaqangizni viza tugagandan keyin kamida 3 oy, 6 oy yaroqli bo'lishi kerak. Misol uchun, siz viza olyapsiz 1 yilga. Sizni anaqangiz, загранпаспортingizni muddati o'tishi, expire bo'lishi, ya'ni o'sha eskirishi, ya'ni shu muddati o'tishi anaqa bo'lmasligi kerak. 3 oy, 6 oydan kam bo'lmasligi kerak. Misol uchun 2026-yil 1-oktyabrga siz viza oldingiz. 2027-yili 1-oktyabrgacha emas, balkim 2028-yili 1-oktyabrgacha. 2 yil 3 oy farq, 2 yil 3 yil farq bo'lsa yaxshiroq. Aytganimdek, men bitta ham yozganman mana. Viza tugaganidan keyin 1 yillik vizangizni nazarda tutyapman. Viza tugagandan keyin kamida 3 oy, 6 oy yana yaroqli bo'lishi kerak o'sha anaqangiz, загранпаспортingiz. Keyingisi biometrik rasm 2 dona bo'ladi. Tepada eslatib o'tgan rasmni olasiz. Ya'ni print out, ya'ni rasmga oladigan foto anaqalarda kompyuterxonaga print out qiladigan joylarga borasiz. O'sha paytda bilasiz, 3,5 ga 4,5 Schengen viza uchun deb so'rasangiz o'zligi bo'ladi. O'zi 3,5 ga 4,5 rasmga tushgan paytingiz ham bilasiz, rasmingiz qanaqadir motivliroq bo'ladi. Qanaqadir g'adir-budirroq, oddiy silliq qanaqa bo'lmaydi. Oddiydagi 3 ga 4dagi rasmlarga o'xshamagan, aytganimdek alohida Schengen viza uchun boshqacharoq bo'ladi. Print out qiladigan joyga borganingizda ham Schengen viza uchun menga 3,5 ga 4,5 rasm beray deysiz, o'shani chiqazib beradi. Oq fonda yuzingizni 80% ko'ringan bo'lishi kerak. Peshanangiz mana shu yuzingiz shundoq ko'rinishi kerak. U narsani tushuntirib o'tish shart emas menimcha. Keyin ochiq bo'lishi kerak. Ochkingiz ham bo'lmasligi kerak-da, ko'z oynagingiz bo'lmasligi kerak. Men bitta aytganimdek, peshonangiz to'liq ko'rinib turishi kerak. Keyingi narsa o'qishga oid hujjatlar, acceptance letter, засвечение. Qarang, acceptance letter tipa засвечение degan narsa bor. U narsani ko'rsatam oldingi modulda, nechinchi modulda? 3 yoki 4 modulda ko'rsatgandim. Засвечение bilan acceptance letter farqi bo'ladi. Засвечениеda siz o'qishingiz qachon boshlanib, qachon tugashi, nima fan o'qishingiz, shunaqa narsalar bo'ladi. Acceptance letterda qaysi nima o'qishingiz bo'ladi, lekin qachon boshlab, qachon tugatishingiz bo'lmaydi. Aytganimdek, bu narsani farqi bor, ikkita narsani. Universitetingizdan kelgan rasmiy qabul xati asl yoki rangli print qilasiz. Asl bo'lmaydi, originali bo'lmaydi. Chunki sizda PDF formatda, onlayn formatda keladi. O'shaning uchun print out qilib olasiz, rangli qilasiz, bo'ldi, shuni olib kirasiz. Keyingi narsa to'lov kvitantsiyasi. Minimum 1 yillik kontrakt to'langan bo'lishi kerak. Tavsiya qilaman. O'zim shunaqa qilganman, 1 yil to'laganman. Semestr uchun to'lasa ham bo'ladi. Bitta emas, to'g'rirog'i bitta semestr uchun to'la olmaysiz. 2 ga, 1 ga, 2 ga yoki 4 ga bo'lib
imkoniyati mavjud. 1ga 2ga yoki 3ga bo'lib 4ga bo'lib to'lash imkoniyatingiz mavjud. Lekin aytganimdek 1 yillik to'lasangiz ishonchliroq bo'ladi. Chunki siz bankshot qo'yasiz. Bankshotingizda где-то 12 ming, 13 ming, где-то balkim 15 ming qo'yarsiz. Minimum kamida 12 ming qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Nimaga u bankshotda 12 ming bo'lib turib deydi, 1 yillik kontrakt to'lamadi deydi, tushunyapsizmi? Shunaqa deydi katta ehtimol bilan. Chunki bundoq o'ylab qarasam, shuncha puli bo'lib turib, nimaga bittada to'lamayapti? Qaytamga mana 2ga bo'lib to'lasa ko'proq to'laydi, 4ga bo'lib to'lasa undan ham ko'proq to'laydi-da. Tushunyapsizmi? Shunaqa degan narsa bo'ladi. Hech bo'lmaganda, 4gani bilmadim, hachab 2ga bo'lib to'laganingizni qilsangiz yaxshiroq. Aytganimdek, bittada 1 yilda to'lasangiz yanada yaxshiroq, yanada ishonchliroq bo'ladi. Keyingisi universitetdan pul qabul qilindi degan ma'lumotnoma, invoice bo'ladi. Что siz rostdan ham kontraktni to'ladingiz. Tushunyapsizmi? O'sha narsa haqida hujjat bo'ladi. Uni universitet email qilib jo'natadi. Uni so'rashingiz ham shart emas. O'zi biladi bu narsa elchixonaga kerakligini universitet va sizga email qilib jo'natadi aytganimdek. Keyingi narsa diplom va attestatingizni asli, ya'ni originali, shahodatnoma, maktab pechati va direktor imzosi. Bu narsani kurs davomida 1-5 martacha aytdim. Shahodatnomani chap tarafida direktor imzosi va pechatini qo'ydirasiz. Bo'ldi. Keyingisi, 3-si moliyaviy hujjatlar. Eng ko'p o'zi atkaz oladigan joyi mana shu. Chunki pul bo'lmasa yaxshi pulni ko'rsatib bera olmasangiz, elchixonadagilar ham ishonmaydi va atkazib olish ehtimoli kattalashadi. Keyingi narsa, sizda Polshada yashash uchun aytganimdek, yetarli pul borligini isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Keyingi narsa tibbiy sug'urta, ya'ni bu insurance, tibbiy sug'urtani qildirishingiz kerak bo'ladi. Bankdan ma'lumotnoma, spravka, hisobingizda qancha pul borligi haqida, bu bankshot, ya'ni где-то aytganimdek necha pul borligini 12 ming, 13 ming, 15 ming qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men vlogda ham ko'radigan bo'lsangiz, vlogda ham aytganman, men bankshot bilan tibbiy sug'urtani agentstvoga borib qildirganman. $200 berganman, tibbiy sug'urtamni ham, bankshotimni ham qo'yib bergan. Chunki menda to'g'risini aytaman, o'sha payt menda emas, umuman uyimizda, ya'ni oilamizda unaqa katta pul yo'q edi. O'shaning uchun men bankshot qo'ydirganman va tibbiy sug'urtani ham o'sha yerda qildirganman. Tibbiy sug'urtalarni boshqa joyda ham research qilganman. Hammasi $100 dan ko'p bo'lgan. Men ancha save qilib qo'yganman shunda ham. O'shaning uchun ham tibbiy sug'urta bilan bankshotni agentstvo orqali qilganman, pul berganman, shundoq bankshot bilan tibbiy sug'urta qilib bergan. Siz ham shunaqa qildirsangiz bo'ladi. Agar sizni anaqangiz bo'ladigan tibbiy sug'urtani o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Faqat ozgina bir 300 ming, 400 mingga qimmatroq tushadi. Agar agentstvo bilan ishlasangiz, 300 ming, 400 ming yoningizga qoladi. Bankshotda ham xuddi shunaqa. Agar 12 ming, 15 ming pulingiz bo'ladigan bo'lsa, zo'r. Ya'ni $100 berib bankshot qo'ydirishingiz kerak bo'lmaydi. Tushundingizmi? Keyingisi bank aylanmasi, Vipska. Tipi oxirgi 3 oylik kirim-chiqim tarixi, mana shu narsa kerak emas. Bu slishkim detailda. Bu narsani olib tashlasangiz ham bo'ladi. Bu narsa haqida boshingizni og'ritmang. Men research qilganimda shunaqa chiqdi, lekin men o'zim qilgan narsa mana 1 yillik qildirganman, ya'ni oyimmi, yillik daromadlari 1 yilligini, misol iyun, iyul, avgust oyida qancha pul topgan, o'zi 12 oy davomida qancha pul topganlarini, 1 yillik doxodlarini print out qilib olib borganman, xolos. Mana aytganimdek 1 yillik ish haqlarini chiqarib, 1 yillik
anaqasi oyliklarini olib borganman. Agar siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Adaysiz-ki, oyizlarni yillik daromadlarini olib borsangiz bo'ladi. 1 yilliklarini. Xohlasangiz 6 oyga olib borsangiz bo'ladi. Bu qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bundoq tarixga qaraydi, 1 yillikni olib borsangiz yaxshiroq baribir. Keyin qancha pul kerak degan savol qiynaydi odamlarni. Yashashga xarajati oyiga minimum 1200 zlot. Minimum. Bu 12 oyda bo'ladi 14400 zlot. Qaytish bileti nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, tam O'zbekistonga qaytish bileti 2500 zlot, turar joy oyiga 1500 zlot, kvartirada turadigan bo'lsangiz, yotoqxonada turadigan bo'lsangiz, где-то 550-600 zlot bo'ladi. Ancha bu arzonroq tushadi. Xullas, bank hisobingizda yoki ota-onangiz hisobida 8000 kamida bo'lishi kerak. 8000 dan 10000 gacha kamida bo'lishi kerak. Va 12000 dan 15000 gacha bo'lsa, vashe zo'r, ideal bo'ladi. Отказ berish foizi ham ancha kamayadi. Aytganimdek, baribir kunning oxirida pulga taqaladi. Pulingiz bo'lmasdan turib nimaga ketyapsiz? Mana shunaqa narsalarni o'ylaydi. Aytganimdek, qancha ko'proq bu miqdor kamroq-da, to'g'risi 8000, 10000 ozgina kamroq. 12000, 15000 olib kiradigan bo'lsangiz, ancha отказ olishi ehtimoliniz kamayadi. Mayli, endi bilmadim, расход qilasiz, конечно, $100 $150. Ko'proq pul tursa, aytganimdek, o'ziga yaxshi. Qochish kerak emas endi shuncha расход qilganingizdan keyin. Shunaqa, o'zi bilaman, o'zi anaqaga shutgacha bo'lgan jarayonga ham anchagina pul ketadi. Men o'zim qilganman, bilaman. Endi shu paytda ham anaqa qilish kerak. Ko'zni yumib turib, aytganimdek, ko'proq pul qo'yishingiz kerak. Men 11000 anaqa qo'yganman, $11000 qo'ydirganman. Bo'ldi. Bu $11000 kontraktimni to'laganimdan tashqari. Kontraktimga €4000 unda bittada to'langan. Shunaqa 1 yillikni to'laganman kontraktga. Agar ota-onangiz homiy bo'lsalar, notarialligidan tasdiqlagan homiylik xatini olasiz, sponsorship letter. O'shani notarialligiga borsangiz, первый notariallikda qildirganman buni ham men. O'zi boshqa notariuslar ham biladi bu narsani. Что universitetingizda vestulga ketyapti, oyingiz qo'l qo'yib beradilar. Mana shunaqa kafillikka olaman, kafillik emas, homiylik qilaman, shunaqa degan narsani qo'l qo'yib beradilar. Bo'ldi, oyingiz yoki adingiz. Yoki bilmadim, boshqa odam sizga sponsorlik qilayotgan bo'lsa, o'sha odam qilib beradi. Pasportlarning nusxasini olib olasiz. Elchixonaga ham olib kirasiz. Lekin men adashmasam olib kirmagan edim. Olib kirsangiz ham bo'ladi. Aytganimdek, ortiqcha dokument muammo bo'lmaydi. Sizga ortiqchasini sizga shundoq qaytarib beradi. Kam bo'lib qolgandan 1000 marta yaxshi. Ularning ish joyidan ma'lumotnoma va oylik daromadi. Men ish joylaridan hech qanaqa ma'lumotni olmaganman ota-onamni. Oyimni to'g'rirog'i, chunki oyimni bank shotlarini qo'ydirganman. To'g'rirog'i 1 yillik daromadlarini, mana daromadlarini qildirganman, xo'p. Lekin ma'lumot bermaganman xat ishlashlari bo'yicha. Aytganimdek, zarar qilmaydi. Ma'lumotlarni ham olib kirsangiz, aytganimdek, ortiqchani qaytarib beradi sizga. Keyingi qo'shimcha hujjatlar: yashash joyidan accommodation, misol uchun yotoqxona oldingizmi, dormitory oldingizmi, dormitory berilganligi haqida hujjat. Ya'ni waiting listda turgan bo'lishingiz mumkin. O'sha narsani print out qilib olib borsangiz bo'ladi. Mana shunaqada dormitoryda waiting listda turibman deb. Yoki bo'lmasa, kvartirada ijara shartnomasi tipi umova najmu tipi umova orqali qilingan bo'ladi. Misol uchun, Polshada Varshavskaga kelayotgan bo'lsangiz yoki bilmadim Vistulaga kelayotgan bo'lsangiz, universitetga bog'liq qaysi shaharga kelishingizdan qat'iy nazar, o'sha shaharda kvartira anaqa qilganingiz, tipi book qilganingiz,
Tushunasizmi? Onlayn buk qilsa bo'ladi kvartira. Yoki bo'lmasa hotel yoki hostelda buk qilasiz. Bron qilganingiz bo'lishi kerak 14 kunga yoki 21 kunga yoki 2-3 haftaga bo'ladi. Uni ham fakeroq qilsa bo'ladi. To'g'risini aytaman, men fake qildirganman bitta tanish orqali Polshada. Shunaqa. Bo'ldi, mana shu narsa. Lekin men yotoqxonada waiting listda turganingiz o'zi kuchli emasda, tushunasizmi? Sizga qachon anaqa kuchli proof emasda, isbot emas. Sizga aniq emas, qachon beradi u. Varshaga borganda Polshaga kelgan paytingiz uysiz qolib ketasizmi, tushunasizmi? Bilib bo'lmaydi. Agar men bitta kvartira yoki hostel buk qiladigan bo'lsangiz yoki hotel buk qiladigan bo'lsangiz, bu aniq. Obvious, to'g'rimi? Ko'rinib turibdi. 14 kun shu yerda bo'lasiz. Waiting listda anaqa uncertainty tipi aniq emasda bu hozir, to'g'risi. Tushunasizmi? Men buni ham olib kirib, waiting listda turganingizni ham olib kirsangiz bo'ladi print out qilib. Bron qilganingizni yoki apartment olganingizni qilsangiz yanada kuchli bo'ladi. Tushunasiz? Ikkita narsani olib kirasiz accommodation bo'yicha. Keyingi narsa konsullik to'lovi 200 euro bo'pti. Malades, lekin men 135 euroga kirgandim 2025-yilda, уже 2026-yilda 200 euro qilib qo'yishibdi. Maydalashmasdan 35 50 qilmasdan shundoq 200 qilib qo'yibdi. Mana shu to'lovni qilasiz 200 euroni bo'ldi. O'zimning qo'shimcha maslahatlarim, suhbatga kirganingizda dokumentlaringizni topshirayotganingizda siz tetik turing, o'zingizga ishonib turing. Odam ichidan ishonasiz, o'zingizga ishonchingiz tashqariga ham ko'rinadi. Prosta biz o'zingizga sezilmaydi. Siz rostdan ham o'zingizga ishonib gapiryapsizmi, gapiryapsiz. Bitta narsani o'zingizga ishonib gapirasiz, o'sha payt odamda aura bo'ladi. Ichki-ichidan odamga bundoq real turasiz. Misol men bilan hozir ko'rayotganingizda nimani his qilyapsiz? Meni hozir shundoq videoda ko'rib turibsiz. Videoda nima his qilyapsiz? Videoda his qilyapsiz. Siz endi real hayotda, haqiqiy hayotda tasavvur qilib ko'ring. Odamni haqiqiylik payti odamda aura bo'ladi, energiya bo'ladi. O'sha o'zingizga ishonib gapirishingiz kerak, tushunasizmi? Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. O'qishga ketayotgan odamlar ham o'sha hayajonlanib, qo'rqib, dovdirab qoladi. Yo'q joydan отказ olib keladi. Keyingi narsa, men sal kulibroq, jilmayibroq turing. Chunki hayotda 99% odam xafa, O'zbekistonda ayniqsa xafa, qanaqadir depressiya, kimdir o'zidan seryozniy olib qolgan. O'zingiz bo'ling, tushunasizmi? Shundoq o'zingiz bo'ling. Shundoq real, naturalniy bo'lib, tabiiy bo'lib gapirasiz, shu xolos. Boshqa hech narsa emas. Aytganimdek, 99% odamlar kulmaydi. Siz sal jilmayibroq tursangiz bo'ladi. Chunki любой odamga kulibroq turgan odam yoqadi. Siz anaqa xafa bo'lib, bo'zrayib tursangiz, odam sizga gapirgisi ham kelmaydi, suhbat qilgisi ham kelmaydi, to'g'risi. Sal kulibroq, jilmayibroq tursangiz, настроенияsi yo'q odam ham anaqa sal ko'tariladi. Uyqusirab turgan bo'lsa, misol uchun konsul sal kulibroq, jilmayibroq anaqa qilsangiz, yaxshi suhbat bo'ladi. Shuning uchun kulibroq anaqa turing. Men kirganimda vashi men o'zimni shundoq og'aynim bilan qanaqa gaplasam, shunaqa gaplashganman. Men hozir videoda sizni ishontirish uchun, sizga motivatsiya bir nima qilish uchun emas, men haqiqiy narsani aytyapman. Siz chunki suhbatga kirgan paytingiz, elchixonaga kirgan paytingiz, siz imtihondan o'tmayapsiz, IELTS examdan yoki qanaqadir Cambridge testdan o'tmayapsiz. Siz prosta suhbatga kiryapsiz. Test emas. Tushunasizmi? Prosta suhbat qilasiz, chiqib kelasiz. Savol bersa, bir 4 ta 5 ta savol beradi. Bo'ldi. Tushunasizmi? Take it easy. Unaqa depressiv narsa emas. Boshqa kandidatlardan shunaqa ajratib turasiz. Men ham o'zim qilgan narsa-da. Keyingi narsa, kopiya olasiz. Любой dokumentingizni ikkita original, ikkita kopiyani olasiz. Pasportingizmi, shahodatnomangizmi, hammasi. Aytganimdek, bering, kerak emasligini qaytarib beradi. Kerakligini olib qoladi, kerak emasini qaytarib beradi. Hamma hujjatingizni mana pasport, to'lovingiz, hammasini ikkitadan ksero kopiya qilib olasiz.
aslini ham ko'rsatib berasiz. O'sha originalini qaytarib beradi. Misol shahodatnomangiz originalmi qaytarib beradi. O'shaning uchun ikkitadan qilib olsangiz bo'ladi. Zarari bo'lmaydi. Aytganimdek, ortiqchami qaytarib beradi. Chunki siz bu yerda nimani yana aytaman, siz o'zingiz harakat qilganingizni, o'zingiz dokument yig'ganingizni bildiradi bu narsa. Bu narsa orqali siz boshqa 98, 97%, 95% kandidatlardan ajralib turasiz. Siz 95% kandidatlar orasiga emas, balki 5% kandidat orasiga kirasiz. Ha? Tushunyapsizmi? Chunki siz o'z harakat qilyapsiz, bilmaysiz. Tasavvur qiling, konsaltingda misol haftada 5 kun bo'ladigan bo'lsa, 5 kun ishlaydigan bo'lsa, kuniga 10 ta odam kirsa ham haftasiga nechta bo'lyapti? 50 ta bo'lyapti. Tushunyapsizmi? 10 kunda 250 ta mana shunaqa. Tushunyapsizmi? Anaqa 10 kunda 500 ta bo'lyaptimi? Tushunyapsizmi? Nechta odam bilan gaplashadi anaqa deganlar. Konsalting deganlar. O'shaning uchun siz boshqacharoq bo'lib kirsangiz, u suhbatni ham boshqacharoq qilsangiz, jilmayib o'tirsangiz, boshqa odam bo'lasiz. Keyin siz xudo xolasa viza olasiz. Sizga viza beradi. Hozir bu yerda men ko'rsataman. Bu yana bitta ko'rib chiqamiz. Bu viza anketangiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bundan oldingi modulda kiramuvdik-ku, xato qilib qo'yganimiz orqali pasportimizni noto'g'ri kiritganimiz orqali raqamlarini kirolmagandik. Bu meni o'zimniki qilganim. Anaqa hujjat nima deyilardi? Application form anaqani elchixonaga to'ldirganingizni mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu ikkinchi peji. Qanchaga? Mana 365 kunga, 1 yilga. Mana bunaqa X qilasiz, tik qilasiz. Shunaqa joylari bor. Bu narsani aytganimdek, o'zingiz double check, triple check qilib qilasiz. Tekshirib AI bilan ishlab, mana FA ko'ryapsizmi? Pasportingiz anaqasi, telefon raqamingiz, emailingiz, ism familiyangiz, shunaqa narsalarni kirитasiz. Bu anaqa men suhbatga kirganim 2025-yil 09.09 kirganman. Vaqti tushunyapsizmi? Mana lokatsiyasi, telefon raqami va hokazo. Keyingi narsasi shu. Undan keyingi narsa apostilni ham kiritasiz. O'zi elchixonaga apostil kerak emas. Yana aytyapman, siz boshqa kandidatlardan ajratib turish uchun boshqacharoq mahsulot berasiz, dokument berasiz. Tasavvur qiling, elchixona aytganimdek, bir haftada 50 ta odam bilan gaplashadi. 50 xil emas, balkim 50 ta bir xil ovqatni iste'mol qiladi desa ham bo'ladi. Siz boshqacharoq ovqat berasiz. Misol har kuni osh yemayapti-da, siz chuchvarroq boryapsiz, tushunyapsizmi? Shunaqa misolda ko'radigan bo'lsak-da, boshqacharoq qilasiz. Apostilmi? Apostilingizni olib kirasiz. Va apostilingiz ko'rganingizdek, bu keyingi beti, bu tarjimani qilingan polak tiliga. Bu yog'i ham o'sha bo'ldi. Keyingisi bu apostil oxiri tugagani. Undan keyingi narsa mana shahodatnomangiz rangli qilib olasiz, print out qilasiz. Direktoringizni pechati va imzosi. Bo'ldi. Aytganimdek, rangli qilib maktabga borganingizda 2-3 ta shahodatnomangizni rangli va rangsiz qilib chiqazib oling va rangli va rangsiz qilib pechat qo'ydirib oling. Mana bunaqa joyiga ranglingizni ham, rangsizligi ham, direktoringiz imzosini olib oling, bo'ldi. Maktabga borganiga yarasha, ovora borganingizga yarasha shu ishni qilib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi narsa bu ma'lumotnoma. Bu ham aytganimdek yana 99% kandidat bu narsani olib kirmaydi, lekin siz olib kirasiz. Chunki siz ajralib turasiz, yana aytaman boshqalardan. Bu shu maktabda o'qigan, 9-yil maktabning 11-sinfida shunaqa 2023-yilda bitirgan, direktor imzosi va pechati. Bum. Bo'ldi. Keyingi narsa. Bu zasvicheniya. Buni aytganimdek, acceptance letter bilan zasvicheniyaning farqi bo'ladi. O'qish qachon boshlanib, qachon tugashi. Toshkent, mana bu yerda misol uchun 2025-yilda boshlanadi, 1-oktyabrda, 2028-yilda 30 anaqasida tugaydi, dekabrda, to'g'rirog'i sentyabrda, tushunyapsizmi? Mana shu narsa. Bu yoqda pechati yana bitta, bu zasvicheniyaning davomi. Keyingisi acceptance letter, qabul xatini olib kirasiz.
bu qabul xati 3-4 barobar bo'ladi. Men faqatgina bitta birinchi pejini qo'yganman botga. Keyingi narsa Nav Recognition. Nav Recognition'ni olib kirasiz. Print out qilib, keyingi narsa IELTS sertifikatingizni olib kirasiz, originalini. Aytganimdek, laminatsiya bo'lmagan bo'lishi kerak. Laminatsiya bo'lgan narsani power yo'qolar ekan, kuchi yo'qolar ekan. O'shaning uchun shahodatnomangiz ham, anaqangiz ham, IELTS'ingiz ham anaqa bo'lishi kerak emas. Laminatsiya qilingan bo'lishi kerak emas. Laminatsiya aytganimdek bo'lgan hujjat o'z kuchini yo'qotar ekan. Meniki o'zi shahodatnomam laminatsiya bo'lganda, shahodatnomamning originalini so'ramagan, chunki aytganimdek shahodatnoma original yoki kopiyasi bo'lmaydi. U yerda QR kod turibdi, bitta QR kodni oladi. Shu QR kod orqali sizga shahodatnomangizga ularda access bo'ladi. Mana keyingi narsa bu tibbiy sug'urta. Tibbiy sug'urtani mana shunaqa qildirasiz. Bunga ham aytganimdek, u mana shunaqadan qilsangiz ham bo'ladi, grossdan yoki bo'lmasa boshqa tibbiy sug'urta qildiradigan joydan qildirsangiz bo'ladi. Keyingi narsa o'sha bu waiting listda, universitetda waiting listda turganingiz haqida. O'zi bu narsa prosta tushunasizmi? U confirmation yoki boshqa narsa emas. Shundoq screenshot qilganman-da, shundoq print out qilib olib kirganman. Bu nima? U hech narsa emas, prosta ham aytyapti. Thank you for filling out the form. Important, we will confirm the allocation of a place by allocation of a place by email. No feedback means that there is no place we can allocate. Bo'ldi. Hech narsa emas, lekin mana shuni ham olib kiraverganman men. Keyingi narsa airport. Hotel bu Chopin aeroportida o'zi nerealniy qimmat hotel. Bitta tanishimiz bor edi. O'zi bilasizmi yo'qmi, qisqacha ma'lumot, o'zi katta kamma bu yerda biznesi bor. Polshadagi international, ya'ni xalqaro talabalarni corporate joblarga, ya'ni ofisning joblarga kirishiga yordam beradi. Bitta Farid degan turk bolaga yordam berganmiz ishga kirishiga. U ikkita joyda ishlaydi. Hozirgacha ham bittasi aeroportda hotelda ishlaydi part time, u yoqda full time da ishlaydi, boshqa corporate jobda. Qaysi City'gami kirgandi, bu ham juda ham mashhur kompaniya. Xo'p, aytganimdek o'sha Farid orqali qildirganman. Mana bu yerda cost of first night 600 zlot. Bu 600 zlotni men dormitoriga hozir men 1 oyga to'layman, даже 600 zlot ham to'lamayman. Keyingi narsa total amount, misol men bu yerda yozganman 24-sentyabrdan 10-oktyabrgacha book qilingan общий pul bo'lyapti 8764 zlot. Vashi aqlga bovar qilmaydigan pul. 2,5 mingmi, где-то $3000 bo'lib ketadi bu. Let's calculate. $2300 bo'lar ekan. Shunaqa buni fake qilganman, to'g'risini aytaman. Soxta qildirgan bu narsa. Ularda access yo'q, nikak tekshira olmaydi bu narsani. Siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Boshqa anaqalarda booking.link, booking.com shular orqali fake anaqa qilsangiz ham bo'ladi. Bir xillarda book qilib turib, prosta confirmation download qilib skachat qilib olasizda, book qilganingizni cancel qilsangiz bo'ladi. Shunaqa joylari bor. Bu narsa katta muammo emas. Aytganimdek, accommodation ham ko'p narsani hal qiladi. Accommodationingiz yo'qmi, ba'zigina bu tweak bo'ladi-da, ozgina kamchilik bo'ladi siz dokumentlaringiz orasida. Keyingi narsa bu zagran pasportingiz, originalini shunda olib kirasiz. Keyingi narsa 3,5 ga 4,5 aytganimdek rasmni olib kirasiz. Anaqaga, elchixonaga. Keyingi narsa mana bu oyma anaqalari, yillik daromadlari, misol uchun mana ko'rayotganingiz 2 yanvar 2025-yil, iyun-iyul bu anaqa soliq hisoblangan oylik 2025-yil ish haqi va daromad solig'i to'g'risida ma'lumotnoma. Tushunasizmi? Bu yerda ham QR kodi bor. Bo'lmasa QR kod orqali ham kirib oladi. Hozir menimcha ota-onangizni ishxonasiga borsangiz ham mana shunaqa chiqarib beradi katta ehtimol bilan. Chunki ko'p narsa QR kod bo'lib ketgan. Bittada access bo'ladi elchixonadagilarga ham. Misol uchun bu anaqaning davomi yanvar, fevral, dekabr, общий 12 oy. 2024 dan boshlab 2025-yil yanvarigacha. Tushunasizmi? Общий narsa. Mana shu narsani olib kirganman. Siz ham mana shunaqa yillik daromadlarni olib kirsangiz bo'ladi ota-onangizni. 1 yil yoki 6 oy vashi farqi yo'q narsani. Da shunaqa.
Umid qilamanki, foydali bo'ldi, tushunarli bo'ldi bu mavzu. Elchixonaga kerakli bo'ladigan hujjatlarni hammasini ko'rib chiqdik. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, men bilan bog'lansangiz bo'ladi. Men sizga yordam berishga tayyorman. Shunaqa har doimgidek videoni to'g'rirog'i kursni o'zimni gapim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi. Keyingi modul 7-modul bo'ladi. Polsha elchixonasida qanaqa savollar beriladi? O'zim tayyorlagan savollar bor. O'zim tayyorlangan haqiqatdan 27 ta savol bor. O'sha narsani ko'rib chiqamiz keyingi modulda. Bu 27 ta deganda endi sizga 27 ta savol so'raladi degani emas. 27 ta savol ichidan aniq o'sha 4 ta 5 ta so'raladi. Siz bilib bo'lmaydi qanaqa savol berilishi, lekin 27 ta savoldan aniq o'shalari so'raladi. Tushunasizmi? O'sha narsaga alohida tayyorlaganman. Aytganimdek, keyingi modulda elchixonada beriladigan savollarni siz bilan ko'rib chiqamiz. Shunaqa, keyingi modulda ko'rishgungacha charchamang.